Yurtimizda aholini favqulodda vaziyatlarga tayyorlash va mahallalar xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda O'zbekiston Qizil yarim-oy jamiyati tomonidan tashkil etilgan tadbir ham shu maqsadga yo'naltirildi. Tadbir Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi moliyaviy ko'magida amalga oshirilayotgan Tayyorgarlik hayotni saqlaydi loyihasi doirasida Pop, Chust, Kosonsoy, Yangiqo'rg'on va Chortoq tumanlaridagi 20 ta mahalla fuqarolar yig'ini qamrab olingan. Ushbu mahallalarda sel va suv toshqinlari kabi vaziyatlar bo'yicha maxsus o'quv-taktik mashg'ulotlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, mahallalar uchun mo'ljallangan birinchi yordam vositalari taqdim qilindi. Tashkil etilgan loyiha doirasida tog'li va tog'oldi hududlarda joylashgan 20 ta mahalla fuqarolar yig'iniga tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda ularning oqibatlarini bartaraf etish uchun mo'ljallangan asbob-anjomlar topshirish taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Bu tadbirni o'tkazishimizdan maqsad favqulodda vaziyatlar tizimi xodimlari favqulodda vaziyatlar o'chog'iga yetib borgunga qadar mahalla fuqarolar yig'ini hamda volontyorlar, ko'ngillilar o'zlari o'z kuch vositalari bilan yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etishda faol ishtirok etadi deb umid qilamiz. Tadbir davomida ishtirokchilarga favqulodda holatlarda to'g'ri harakat qilish, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish va aholini xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilish tartiblari to'g'risida tushunchalar berildi.